Orol markaziy dehqon bozori atrofidan uy so'raganlar uchun sotiladigan 4 sotix kottejimiz bor. Manzilimiz Orol shahri, G'ofurg'ulom mahallasi, Muhiddin Ahmedov ko'chasida joylashgan. Orientirimiz mana bu Jalmon Chayxonan ko'chasidan kirib kelganda 100 metrlar yurganda o'ng qo'ldagi kottejimiz bo'ladi. Hovlimizning ko'rinishi, kottejimiz eski kottej bo'ladi. Mana bu tomonda 4 ta xonasi bor. Keyinchalik bu tomondan ham xona qurgan ekan yashashga. Bu yoqda banya, bu tomonda bitta o'tiradigan xona qilib qo'ygan ekan. Hozir ichkaridan ko'rsatib o'taman. Kottejimizga kirish, mana bu yo'lakdan kirganimizda o'ng qo'lda birinchi xonasi bor. To'g'rida yana bitta xonamiz bor. Bu mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladi. Chap tomonimizda bitta xona, ichkarida yana bitta xonamiz bor. 4 xonadan iborat. Bu tomonda yangi qurilishimiz bor, ya'ni mana bu tomon oshxona, mana bu joyda o'tiradigan joy qilib qo'yibdi ekan. Mana shu yerdan chiqqanimizda to'g'rida banesi bor. Banemiz ko'rinishi. Remont qilib, yashaydigan sharoit qilib qo'ygan ekan bu tomondan ham. Uyimizda barcha jihozlar qoladi. Mana shu kottejimizning narxini egalari $25,000 aytayapti. Kelishiladigan joyi bor.